Assalomu alaykum, sizlar bilan Reza Show kanali. Kanalimizga xush kelibsiz. Videorolik boshlanguncha kanalimizga obuna bo'lishingizni so'raymiz. Bu videoroligimiz Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinning yangi limuzini haqida bo'ladi. Vladimir Putin 4-marta prezident bo'lar vaqtida inauguratsiya marosimiga 9 ta mototsikl hamrohligida Rossiyada ishlab chiqilgan bizgacha kortej loyihasi deb yetib kelgan limuzinda kirib keldi. Putin ish kabineti joylashgan Senat saroyining yonida avtomobilga o'tirib, Ivanov maydoni orqali Katta Kreml saroyiga keldi. Kortej loyihasining avtomobillar indeksi yagona modul platformasi ma'nosini anglatadi. Bu proyektning asosida qator avtomobillar ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan. Loyiha 2013-yildan boshlab tayyorlangan. Bu loyihani tuzilishidan maqsad prezident uchun limuzin ishlab chiqarish bo'lgan. Bu haqida Rossiya savdo va sanoat vaziri Denis Manturov ma'lum qildi. Kortej loyihasida yagona modul platformasi asosida davlat rahbarlari uchun limuzin, sedan va minivan oilasiga mansub avtomobillar yaratiladi. Davlat rahbarlari avtomobillarni olganlaridan keyin sotuv uchun bir qator kortej loyihasi avtomobillari ishlab chiqariladi. Limuzin Aurus brendi bilan ishlab chiqarilgan. Aurus nomi qanday ma'noni anglatadi deb so'rashingiz mumkin. Endi diqqat qilamiz. Ma'lum bo'lishicha, Aurum lotincha oltin degani, rus esa Rossiyaga tegishliligini bildiradi. Uning dizayni Rolls-Royce avtomobillaridan ilhomlanib yaratilgan. Barcha modellar Kreml minoralari nomiga qo'yilgan. Senat nomi bilan sedan, Arsenal nomi bilan minivan, komendant nomi bilan yo'l tanlamas ishlab chiqariladi. Loyiha mualliflari g'oyasiga ko'ra, avtomobillar butunlay Rossiya muhandislari va dizaynerlari tomonidan ishlab chiqilgan va uning qismlari ham Rossiyada yig'ilgan. Bu loyiha uchun ishchi muhandis va dizaynerlar butun dunyo bo'ylab yig'ilgan. Ayrimlari Nami korxonasida ishlaydi. Ulardan 3/2 qismi esa boshqa Rossiya korxonalaridan va boshqa davlatlardan shu loyiha uchun Rossiyaga qaytib kelishgan. Misol uchun ayta olamiz, loyihaning asosiy konstruktori Vadim Pereverzov kortej loyihasini avtomobillarni yasash uchun chet el avtosanoat kompaniyalarining injiniring bo'limlaridan jalb etilgan. Avtomobillarning tashqi ko'rinishi Rossiya muhandislari va dizaynerlar tomonidan ishlab chiqilgan. Limuzin barcha oxirgi texnologiyalardan tashkil topadi. Avtomobilning xavfsizlik bo'limlari ham hozirgi kundagi barcha taniqli xavfsizlik qurilmalari bilan jihozlangan. Lekin prezident limuzini aynan qanday uskunalari bilan jihozlangani albatta sirligicha qolmoqda. Avtomobilga haydovchiga yordam beruvchi sistemalar o'rnatilgan deydi Vadim Pereverzov. Masalan, adaptiv kruiz nazorati, avtomatik favqulodda to'xtash tizimi va avtomobilni harakatlanayotgan jarayonida piyodalarga urilib ketmasligi uchun maxsus tizim o'rnatilgan. Aurusni gibrid deb hisoblash ham mumkin. Dvigateli va transmissiyasi orasiga o'rnatilgan kuchli elektromotor starter va generator vazifasini bajaradi. Zaruriyat tug'ilganda mashinani elektr quvvati orqali harakatlantiradi. Aurus limuzinining uzunligi 6840 mm. U dunyo prezidentlarining avtomobillari orasida eng uzunidir. Avtomobilning eni 2000 mm ga teng. Uning balandligi 1695 mm. Aurusning tubi yerdan 220 mm baland bo'lganligi uchun deyarli crossover deb atash ham mumkin. Uning nomidagi rus qo'shimchasi bejizga emas. 600 ot kuchiga ega dvigateli ham, 9 pog'onali avtomatik tizimlari ham Rossiyada tayyorlangan. 4 yil ichida loyihani ishlab chiqarish uchun byudjetdan 12 milliard 4 million rubl sarflangan. Ta'kidlab o'tamiz, tafsilotlar to'liq ishonchli emas. Bu limuzin 1980-yilning oxirgi qismidan keyingi birinchi mahalliy limuzindir. Rossiyada ishlab chiqarilgan oxirgi limuzin 1980-yilga mansub bo'lib, uning nomi ZIL 41052 hisoblanar edi. U limuzin ham o'sha vaqtning oxirgi va eng ishonchli xavfsizlik tizimlari va uskunalari bilan jihozlangan edi. U limuzin ham shunday tuzilgandiki, uning ag'darilishi oson emas edi. Bunday limuzinni Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasining oxirgi gen sekretari, birinchi va oxirgi SSSR prezidenti Mikhail Gorbachov foydalangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi.
Agar videorolikda foydalanilgan materiallar noto'g'ri yoki qo'shimcha qilish kerak bo'lsa, albatta shu video ostidagi kommentariyalar qoldirish bo'limiga yetkazamiz. Fikr va mulohazalaringizni albatta kutib qolamiz. Kanalimizning rivojlanishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz biz uchun zarurdir. Vaqtingizni ajratib tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Kelgusi videorolikda ko'rishishni va albatta sog'-omon bo'lishingizni Allohdan so'rab qolamiz.